Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, hali obuna bo'lmagan do'stlar, manaki shu xonamizni remontini bitkazdik. Mana shunday shaklda remont bo'ldi. Bu xonamizga ketgan materiallarni hisobini hozir qiziqqanlar bo'lsa aytib o'taman. Patologi dekordan bo'lgan, mana dekorli fasonda bo'lgan. Mana oq dekor, mirabilla dekordan 15 dona ketgan. Qorasidan 11 dona ketgan. Keyin qora bargetidan, shikolatni svet bargetidan 12 dona ketgan. Bu yaltilliq bargetdan 5 dona ketgan. Oboy 6 ta oboy ketgan rolon. Oboy 160 ming so'mdan roloni olingan. Mana bu mramorli bunday svetli oboyimizda 2 dona ketgan. Donasi 200 mingdan olingan, 2 dona ketgan. Bular tegalari, bular donasi 60 mingdan olingan. 3 tadan 6 ta ketgan. Keyin bu oboyning tepasidagi bargetimiz 7 ta barget ketgan. Ana bu lustra svet 600 mingga olingan. Mana bular donasi 28 ming so'mdan olingan. Dekorning donasi 28 ming so'mdan olingan. Mana bu laminat polimizni kvadrati 75 ming so'mdan olingan. 5 xolta shpogolovka ketgan buning ostiga. Shpogolovka 45 ming so'mdan Elron shpogolovkaga olingan. Reka 5 bachka reka ketgan mana shunday fasonga. Yettita pol pluntis ketgan. 23 metr kvadrat laminat pol ketgan. 720 xonaning bo'yi, eni 325. Shunday xonasi borlar, shunday remont qilaman desa, mana shunday materiallarni shuncha material ketgan. Hammasi yaxshi materialdan ishlatilgan. Oddiy material yo'q, hammasi sifatli zo'r. Hurmatli obunachilar, bir dona laykni bosib qo'yishni unutmangizlar. Obuna bo'lmagan do'stlar, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmangizlar do'stlar. Yana yangi remontlar chiqaveradi nasib bo'lsa inshaalloh. Agar videoda kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha tushirib o'tyapmiz.